qahramonjon bolam. Bilmaysan-da, bilmaysan. Dublyaj aktyorlar bilan o'yinimiz davom etadi. Qahramonimiz Muhammadjon Xo'jayev. Muhammadjon aka kimga qo'ng'iroq qilamiz? Qahramonga qilamiz-da. Qahramon qasos qiyomatga qolmaydi. Iloji bormi aka, qancha bo'lyapti reklama bitta barro. Ana shu nomerim. Alo. Qahramonjon bolamning nomerimi bu? Qahramonjon bolam. Bizlar to'y boshlaganda. Kimdir rol o'ynamasa o'xshamayapti cho'ta. Qahramon aka. Assalomu alaykum, Shohjahonman. Shohjahon yemadingiz? Xo'p, yemadi kim? Topingchi. Ovozmi? Ha. Qahramonjon bolam cho'ta Valijonga ham o'xshatdim. Qahramonjon bolam. Bilmaysan-da, bilmaysan. Bo'l, aka videoda ko'rasiz kimligini. Rahmat. Insof. O'yin qilayotganini bildilar-ku, sizligingizni bilmadilar. Siz yutdingiz. Rahmat aka. Janob Jinvu, ahvolingiz yaxshimi? Buni qaranglar. Bunday qudratini bilmagan ekanman. Bizning raqibimiz Iblis qiroli Baron. Bu yerning hukmdori. Lekin janob Jinvu shunchaki yo'q qilinishi kerak bo'lgan buzg'unchi. Kim tomoniga o'tsam ekan? Birinchi navbatda birgalikda o'tkaziladigan raid uchun minnatdorchilik izhor qilmoqchimiz. Biz taqdim qilgan hujjatlarda tadqiqotlar natijasida olingan ma'lumotlar, ya'ni qanotli chumoli tavsifi bor. Saroyimizga shoshilaylik. Otamning xursandchiligini chekib bo'lmaydi. Nima deysiz? Au. Janob, au. Meni eshityapsizmi? Men siz bilan gaplashyapman. Katta ziyofat uyushtiramiz. Barcha qavatlarda jangchilar kelib bellashadi. Zigota kim edi? Qiz bolamidi Zigota? Jinvu, bu senmisan. O, ziyofatchi. Naqadar yoqimli shamol. Oyingni shunday no'noqligi uchun kechir. 06da chiq. Aytishlaricha afsungarmish. Bilmasvoyning Oyga sayohati multfilmida bor yo'g'i 4 nafar dublyaj artisti ishlagan desam ishonasizmi? Mayli, qarab turinglar, hali hammangiz ko'rasizlar. Masalan, mana bu ovozlar. Xo'p, men hozir ham uchishga roziman. Janob Klaus, buni qarang, uzishga jur'at qilibdi. Nokim, meni noqimni-ya. Sizning ishingiz Oy politsiyasi qo'lida. Men ismim Mix. Sen Miga deb chaqirsang ham bo'ladi. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Sobirjon Rahimjonovga tegishli. Davom etamiz. Mana bu ovozlar esa. Men noroziman. Ovqatlanish tartibini buzish mumkin emas. Bu kechirib bo'lmas xato. Gap bunday. Oyga Shomahmud Shorasulov ovoz bergan. Jurnalist qiz va boshqalarga Nega? Bu yerda osilib turibsan? Bilmayman. Men bilaman. Voy, menimcha biz muvozanatni yo'qotdik. Yodgora Ziya Muhammedova ovoz bergan ekan. Va nihoyat Binafsha hamda Bilmasvoy. Baribir o'zimizning shahar yaxshi-da. Tarqalinglar. Ayb menda emas. Men dumalatganim yo'q. Bu Zulxumor Mo'minovaning ovozi. Keyingisi qaysi film yoki multfilm bo'lsin? Izohlarda yozib oling. Originalni ko'rsataman. Muzlik davridagi Sidning ovozini o'xshatib ko'raman. Azizam, Sid qalbiga qanchadan qancha go'zal janonalar qalbini zabt etolmaydi, dar yig'lashgan. Lekin men sen bilan bo'lmoqchiman, chunki sen hayotim mazmuni, ko'rkam ko'zlarim nurisan. Xo'sh, men bilan turmush qurishga rozimisan? Sidga birinchi bo'lib Elbek Mirzoqiyevga ovoz berganlar, ikkinchi bo'lib Akmal Soyevga ovoz berganlar. Men shunchaki o'xshatib ko'rdim. Qanchalarga o'xshaganini kommentariyaga yozib ketinglar. O'xshadimi yo'qmi?